Alaykum kanalimiz obunachilar. Bugun biz sizlar bilan PUBG Mobile Lite uchun cheat o'rnatishni o'rganamiz. Uning uchun mana shu ikkita programma kerak bo'ladi. Buni Telegramdan topishingiz mumkin. Buni hamma bilsa kerak. Hammasi nastroykasiga kirib, ruxsatnomalarni berib chiqamiz. Endi Game Guardian'ning ham ruxsatnomasini berib chiqish kerak. Bo'lmasa bu programmalar ishlamaydi. Keyin birinchi bo'lib Maravinixga kiramiz. Bu virtual, ya'ni klonlaydigan, o'zini programmasi boshqa klonlaydigan, telefonda o'zini klonlaydigan dasturlar ishlamaydi bunga. Mana ikkalasini PUBG Mobile Lite bilan Game Guardian'da klonlab olamiz. Boshda klonlanmagan bo'ladi, betida chiqib turadi o'zi klonlaydigani. Klonlab PUBG Mobile'ga kiramiz endi. Mana PUBG Mobile Lite'ga ham kirib oldik. Yana iziga qaytib Maravinixga kirib Game Guardian'da bunaqangi o'zini programmasini yuzasiga chiqarib olishimiz kerak. Skript ishlatish uchun. Uning uchun boshlashni bosamiz. Mana bunaqa belgi chiqadi. Ko'rib turganinglardek. Uzr, adashib ketdim. PUBG Mobile'ga ketadi. Obod Xolboyev chaqiryapti shekilli. Birinchi bo'lib belgilab chiqamiz. Mana shuni birinchi bo'lib birinchida turadi o'zi Mobile Lite'niki. Turganki mana yuritish tugmachasini bosamiz. O'zbek Fox 06 Lua degan fayl kerak bo'ladi. Ijro etishni bosib ijro etamiz. Birinchi bo'lib eng keraklari menu klassikga kirib, lobbiga ham o'rnatsa bo'ladi. PUBG Mobile auto aimbot millimeter after headshot kerak. Antenna head bular ikkalasi bo'lmaydi. Yaxshi emas. Drone VF kerak. Keyin damage gun kerak bo'ladi. Bu odamni sariq, qizil, ko'k qilib tashlashimiz mumkin. Uni o'yinga tushganda qilmasak, hozir o'yinga tushganda qilmasak, u xatolik bo'lib ketadi. Boshidan bunga birinchi klassikaga o'rnatishimiz to'g'ri keladi birinchi bo'lib. Avvaldek u yerdagi Murod mayli chaqiryapti bizni. Biz bular tushguncha chetimizni to'g'irlab olishga ulguramiz degan umiddaman. Chunki otishma bo'lib qolgan payt chet to'g'ri bo'lmay qolishi mumkin. Bo'ladi, lekin bundan yiqilib yo o'lib ketishingiz mumkin. Odamlarni qayerdan ko'rsatgunchada joylarga tushyapti. Uni oldiga tushaman, chunki menda chet bor. Hozir o'rnatishim kerak. Bitta skript qoldi. Bu skriptga o'rnatgan odamlarni sariq qilib otib o'ldiramiz. Qurol terali bungacha. Hech narsa yo'q. Откличный. Qurollar eng yaxshisidan 6x kerak bo'ladi. Aytib qo'ya, bu 6x da ham faqat after headshotlar 6x da ham ishlaydi. Mana ikkita odam bor ekan, hozircha hech kim yo'q. Valhakni yoqamiz endi odamlarni ko'rsatadigan. Endi buni ikkinchisiga menu valhak. Birinchisini yoqib, endi sariq qilishimiz kerak. Sariq yaxshiroq, ko'k qilishimiz ham mumkin. Smot, ya'ni bu pretsellarni ko'rsa 6x larni shu ikkalasini yoqamiz. Uzr. Valhak. Bunisi keyin bu Smot yellow universal. Ikkalasini qilib olganimizdan keyin mana odamlar qattarini ko'rsata boshlaydi.